Assalomu alaykum barchangizga, kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men ham internetni portlarida reklama bo'layotgan, YouTube'larda rosa ko'p chiqayotgan American Surprise shinelilaridan bitta korobka sotib oldim. Meni vaflisini olmoqchi edim aslida. E'tibor qilmabman korobkaga. Kekslarni olib kelibman. Mana bitta korobkada 60 ta keks bo'lar ekan. Chinonim qiziqqanimizdan kekslarni hammasini birin-ketin ocha boshladik. Ko'rib turganinglardek, ochganimizdan sirazi pul chiqmadi. Oddiy har xil ismlarga yozilgan tilaklar chiqa boshladi. Bittasidan 5000 so'm pul chiqdi. Yana 5000 so'm pul chiqdi. Agar olmoqchi bo'lsanglar, kekslardan olishlarini maslahat bermasdim, sababi keks ichiga solingan stikerlari shirinliklarga juda yopishib ketibdi. Chinonim qiziqqanimizdan 60 ta shirinlikni hammasini birin-ketin qizlarim ochib tashlashdi. Qiziqqanimizdan to'kib ham oldik xontaxtani ustiga. Erinmasdan ochdik. Muhimi o'g'limga yoqdi. Mazza qilib yedi o'g'lim. Bizda ko'proq stikerlar chiqdi ochganda, balki bu ham omaddir. Sizlar olganinglarda ko'proq chiqar. Blogerlar reklama qilayotganda juda ham ko'p katta summalar, notebook, umraga sayohat, planshet, telefonlar chiqdi. Qizlarim olib keling deganga men ham bir korobka olgandim. Ko'rib turganinglardek, bizlarda faqat stiker chiqyapti. Xohlasanglar sizlar ham olib omadinglarni silab ko'rishinglar mumkin. Bizda mana ozgina shirinlik qoldi. Qiziqib hammasini ochib tashladik. O'g'limga yoqdi salimizimni. Mana atiga 4 dona shirinligimiz qoldi. Hozir ochamiz hammasini va qancha pul chiqdi sanaymiz oxirida. Men bitta korobka shirinlikni 170 ming so'mga oldim. Menda bir dunyo stiker chiqdi faqat. Ozgina qancha ekan? 30 ming so'm pul chiqibdi. 6 ta 5 mingtalik 30 ming so'm pul chiqibdi. Xohlasanglar omadinglarni sinab ko'ringlar. Mana natijani ko'rdinglar. Shirinliklari ajoyib, mazasi bizga yoqdi.